Assalomu alaykum. Barchamizga tanish bo'lgan Panjara ortida seriali haqida qisqa ma'lumotlar bilan tanishtirib o'taman. Panjara ortida seriali 2005-yil 29-avgustda efirga uzatilgan. Dastlabki 4 ta fasli 2005-yildan 2009-yilgacha suratga olingan va efirga uzatilgan. Serialning 5-fasli esa ayrim sabablarga ko'ra qisqa tanaffuslardan so'ng 2017-yilda suratga olingan va efirga uzatilgan. Serial AQSh va Buyuk Britaniyada suratga olingan. Amerikaning Illinois shtati Juliet shaharchasida Juliet qamoqxonasida suratga olingan. Filmdagi xayoliy nomi Fox River deb atalgan. Aslida Juliet qamoqxonasi hisoblanadi. Serial ikki aka-uka to'g'risida bo'lib, Michael Scofield va Lincoln Burrouslar haqida. Lincoln nohaq o'lim jazosiga hukm qilingan bo'lib, uning ukasi Michael Scofield qamoqdan qochish rejasini tuzadi va ular qamoqdan qochib qutulishadi. Lekin asli muammo qamoq tashqarisida bo'ladi. Serial 88 qismdan iborat bo'lib, tugallanmagan serial hisoblanadi. Hozirda 6-mavsumi serialni suratga olinyapti noyabr oyidan boshlab. Mana sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan ma'lumotlarim shular edi.